umumiy holatda tushuntiraman. Koreyaga bo'ladimi, chet elga o'qish maqsadida kelmoqchi bo'lganlar top universitetlarga topshirsani, misol oilaviy sharoitinglar yaxshimi, puldan muammo yo'qmi, asosiy maqsad o'qishmi, topshiringni. O'qishdan keyin o'zingizning ustingizda ishlashga vaqt bo'ladi. Keyin nimadir o'tira olasizlar, mutaxassis bo'la olasizlar. Lekin o'qiyman, ham ishlayman demoqchi bo'lganlarga top universitet noto'g'ri tanlov bo'ladi. Chunki asosiy maqsad fokus ishdami, o'qishga e'tibor bo'lmaydi. O'zingizning ustingizda ishlagan vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun top universitetlar ham o'qish qiyin, ham kontrakt qimmat. Topganingizda, misol ishlaganingizda kontraktga to'lagani chiqib ketadi. O'zingizga bir jamg'argani o'tira olmaysizlar. Shuning uchun hammaga aytaman, oddiy universitet yoki kollejga topshirib, xohlagan davlatingizda, misol Koreya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, oddiy universitetlarga ham topshirsani, viza chiqish uncha qiyin emas. Top universitetlar ko'pchilik top universitetga topshirsam, viza chiqish oson bo'ladi. Bitta viza olaman deydi, lekin bu top universitetlarning tanlovi unchalik viza chiqishiga ta'sir qilmaydi. Asosiy ta'sir dokumentinglarni mukammal tarzda qilingni, oddiy kollejga topshirsani ham bez отказ viza beradi. Misol uchun men o'zim Koreyaga 4 marta harakat qilganman, viza topshirganman. Undan 3 marta отказ bo'lsam, shu 3 tasida ham Koreyaning eng yuqori top universitetlarga topshirganman. 3 tasida ham отказ olganman va oxirgi Turinda Allohga tavakkal qilib, oddiy kollejga ishlash uchun bo'lgani uchun asosiy maqsadim o'qishdan ko'nglim sovigani uchun kollejga topshirganman. Turinchi urinishda oxiri oddiy kollejga topshirib vizani olganman 3 ta откazdan keyin. Shuning uchun maqsadni aniq qo'ying, ishlashmi, o'qishmi?